Assalomu alaykum azizlar. Bugun Qur'oni Karim oyatlaridagi ajoyib bir holatni sizlarga aytib bermoqchiman. Alloh taolaga tasbih aytish fazilati haqida, Allohni zikr qilish haqida. Qur'oni Karim oyatlariga qarasangiz, bizni zikr va tasbihga buyurganda birinchi tasbihga emas, balki zikrga buyuradi. Ya'ni ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseeran va sabbihuhu bukratan va asila. Ya'ni ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohni ko'p zikr qiling va tasbih ayting. Ertayu kech tasbih ayting unga deydi. Yoki boshqa bir oyatda vazkur robbaka kaseeran va sabbih bil ashi val ibkar. Ya'ni Robbingni ko'p zikr qilgin va kechqurun va ertalab unga tasbih aytgin deydi. Ya'ni zikr umumiy. Alloh taolaga hamd aytish, tasbih aytish, hammasi kiradi. Alloh deb zikr qilish. Tasbih subhanalloh deyish, subhanaka deyishlik bular tasbih. Ya'ni birinchi zikrga buyurilyapti, keyin tasbihga. Lekin Musa alayhisalomni bir so'zlari bor. Alloh taolo u kishini Fir'avnni borib uni bandaligini eslatgan. Yaratgan Robbimiz, seni ham meni ham yaratgan Robbimiz bor. Sen bunaqa g'ururga ketmagin deb buyurgan o'rinlarida shunda u kishi akalari Harunni o'ziga sherik qilib olishlikka izn so'raydi Alloh taolodan. Meni akam bor Harun, uni ham men bilan birga yuborgin. Meni belimga quvvat bo'lsin deb turib orqasidan kaynu sabbihaka kaseeran va nazkuruka kaseera deydi. To'yinki biz seni ko'p tasbih aytaylik, senga ko'p tasbih aytaylik va undan keyin seni ko'p zikr qilaylik deydi. Birinchi tasbih, keyin zikr kelyapti. Nima uchun bu tartib bu joyda boshqacha, u joyda boshqacha bo'lyapti? Buni bilish uchun boshqa oyatlarga qaraymiz. Bir joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xitob keladiki: "Va laqad na'lamu annaka yafiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi robbik va kun minas sajidin." Biz bilib turibmiz, seni ular aytayotgan turli tuhmatlar va bo'xtonlar, ozorlardan qalbing, yuraging siqilayotganini bilib turibmiz. Shuning uchun sen tasbih aytgin. Har qanday g'amdan, yurakni anduhdan najot beradigan narsa, qalbga orom beradigan narsa bu tasbih deydi. Ya'ni najot bu. Yana bir oyatda qarang, Yunus alayhisalom haqidagi oyatda u kishi la ilaha illa anta subhanaka deb tasbih aytganda baliqni qorindan Alloh najot bergan va uni ochiq oydin aytgan davomida falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Ya'ni u tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda odamlarni qayta tiriladigan kungacha u baliqni qorinda qolib ketardi deydi. Ya'ni uning tasbihi unga bu narsadan najot bo'ldi. Bu g'amdan, shu joydagi qiyin holatdan unga najot bo'ldi deydi. Ya'ni tasbih bu subhanalloh, alhamdulillah, xususan subhanalloh yoki subhanaka, xususan o'sha Yunus alayhisalom la ilaha illa anta subhanaka degan so'zlardagi tasbih bu insonga har qanday g'amdan, anduhdan, qayg'udan, tanglikdan najot bo'ladigan narsa ekan. Musa alayhisalom ham oson joyga ketmayotgan edi. Qiyin joyga ketayotgan edi. U payg'ambarligi ham bor, lekin bandaligi ham bor. Nima bo'lishini bilmaydi. Shuning uchun u yerda muvaffaqiyatli chiqsa xo'p borgan holatlarda, lekin unday bo'lmaydigan bo'lsa, juda qiyin joyga qarab, Fir'avnning saroyiga qarab, ayonlar va askarlarning ichiga qarab kirib ketayotgan edi. U joyda endi bu kishiga muvaffaqiyat bilan birga agar bir narsa bo'lsa, najot muhim edi u joyda. Shuning uchun u qiyin o'rinda bo'lgani uchun tasbihni ko'p aytaylik deb birinchi tasbihni aytayaptilar. Ana undan keyin zikr qilamiz deyaptilar. Ko'rdingizmi tasbihning fazilatini va Qur'on Karim oyatlaridagi tartibni qanchalik foydalar, qanchalik ma'nolarga ega ekanligini. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.